Otasi o'lsa, onasi o'lsa yig'lab bo'lmas ekan. Hatto yig'lasa kirib yig'lamang, yomon bo'ladi. Ota-ona olamdan o'tsa yig'lamay iloji yo'q. Qolaversa, otasi onasidan ayrilgan odam kimdandir ruxsat so'rab yig'lamaydi. Yig'i keladi. Qalblar eziladi, ko'zlar yoshlanadi. Uyingizda duogo'y bo'lib turgan onangizdan ayrilsangiz, qiblagoh padar buzrukvoringizdan ayrilsangiz, qanday ko'zingiz yoshlanmasin? Shariatimizda yig'lama, yig'lash mumkin emas degandagi yig'ining turi besabrlik bilan, Alloh bilan janjal qilib yig'lashlikdan qaytaradi. Nima qilding ey Alloh, nima bo'ldi? Ana har xil gaplar bilan. Mana bu mumkin emas. Sannalab yig'lashlik, qofiyalik yig'lashlik ayollarda bo'ladigan. Ammo lekin ota-onadan ayrilgan odam qanday ham yig'lamasin? Ulug' zotlardan birlarini onasi olamdan o'tgan ekan. Darvoza oldida